alaykum. Ma'rif Jorzanchi kanalining qadrli obunachilari, bizni muntazam va tasodifiy ravishda kuzatib borayotgan aka-ukalar. Hammalaring tinchmisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Xonadonlar, oila tinchmi? Xudo xolasa bugunga bir 10 partiyani qo'yamiz. 200 dan oshiq qo'zlarimiz bor. Hammasini realni bo'ladigan narxlarni aytib, qisqacha tanishtiramiz. Xudo xolasa manfaatli video qilamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring bizga motivatsiya bo'ladi. Xudo xolasa 28-dekabr hafta kuniga yakshanba dam olish kunida qayga boraylik deb turgan aka-ukalar shunga kelaverasizlar, eshigi ochiq. Hozir videoni sirasi joylaymiz. Xudo xolasa telefon qilsang ishni bitirib beramiz, videolarni tashlab beraveramiz. Birinchi partiyadan ko'rsatib ketaveraylik. Azamatjon, shogirdimiz mana Azamatjon bilan birgalikda video qilib kanalimizga, o'zimizni shaxsiy kanalimizga joylaymiz. Endi bu yerda soni nechta bari bu ekan? Aka-ukalar, buni soni 15 dona. Hop. Yosh oyliklari 12 oydan o'tgan hammasi. Aha. Sog'lik, salomatliklari joyida. Bo'y basti 85 plus minus. Bo'y basti 85 plus minus. Aha. Xudo xolasa salomatliklari yaxshi. Bir qator bir videoga qanot fiyat qanab yo'q, bir qatorda ko'rsatib qo'ydik. Kommentariyada ko'pchilik yozishyapti. Buni Ma'rifjon, bu vazni qanaqa? Vaznini aytmaysizlar, bo'yni o'lchamaysizlar deyapti. Yo'q, bizni bu narsaga haligimiz yo'q-da, vaqt yetishmaydi. Video ko'payib ketadi. O'shani hisobiga aytib ketilaveradi. Lekin mana bugunga realni, mana tarozi, Jamshidbek chiqing. Chiqing Jamshidbek. 0 Hop, 0 bitani shuni qo'yadi, ana shu например plus minus hisoblab olaverasizlar. 15 tanisini mana bitani ko'tar. Realni video qilaylik. Video uzilib qolsa, nima bo'lmayapti? U tomondan ko'rinadi. Ana Jamshidbek 77 kilo. 77-76 kilo. Hayda. 77-76 chiqsa, shu 75 plus minusga olishaveradi. Ha? Hop, chiqarib olishim. Men taroziga sotaman deb turib qo'yganim yo'qman. Obunachilar to'g'ri tushuninglar. Taroziga sotgan emasmiz, sotmaymiz. Lekin hali bilib olaylik Ma'rifjon deyishyapti. O'shani hisobiga hamda 75 plus minus vazni. Sog'lik salomatligini aytdik, yem yeb turgan, holati zo'r. Narx-navosi birinchi partiyaga hammasini olamiz deysa aka-ukalar, telefon qilishadigan bo'lsa 5 million 600 ming so'mdan xayri bor. Telefon qilishaveradi. O'tib beramiz. O'tib beramiz. 75 plus minus bo'lyapti. Dastavkasi qayergacha? Hammasini olsa o'tib beramiz. Dastavkasi Samarqandgacha bor. Yetkazib beramiz, gapsiz yo'q, muammo yo'q. Ikkinchi partiyaga o'tib ketaveramiz. Sirasi remix variant. Obunachilar hozir sal kamchilik olib qoldik. Remix variantda qilish uchun ichkarida olish kerak. Shuni ichkarida olib ketaveraylik, ha? Azamatjon kelaver. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Ana. Hayda bunday ko'rinsin. Tashqaridagidek ko'rinmaydi-yu, lekin qo'zlari vaqt nimaligi uchun mana keldi ketdi bo'lib turibdi-da. Keldi ketdi bo'lib turibdi. Bir 20 ta soatdik hozir. Yana bir kishiga 15 ta atrofida sotildi. Mana. Beyda nechta hozir? 20 ta. 20 dona. Xudo xolasa bo'y basti 85, 80 dan 85 gacha. Gavdalari hamma yog'i joyida. Sog'lik salomatligi ham joyida. Qo'ydi. Go'zallar. Ha, zo'r. Mana odamga o'rgangan qo'y ekan. Mana badallari ham hammasiniki o'ta cho'tki. Aka-ukalar xotirjam alovaga chiqaverasizlar. Bir joyga oladigan aka-ukalarga bo'lsa, mana shu qo'zlarimiz 20 tasini 5 million 200 ming so'mdan xayri bor. Yana bir qator videolarini tashab, bo'y bastini bir qator ko'rsatib qo'yaveramiz, ha? Partiyasi ko'p, o'shaning uchun ilojini boricha video to'xtatib qo'yib, uzmasdan ko'rsatib ketaveramiz, fotorasiga. Videomiz tashab beraveramiz. Ha, videoda bir qator tashab beraveramiz. Ketinglar buraga. Obunachilar, mana buni ham ko'rsatamiz. Bu yerda ham bir 25 ta oshiqroq qo'zimiz bor bu yerda ham hozir. Xudo xolasa buni ham bir qator ko'rsatib qo'ydik. Hali bular sartarafga bo'lib, uspetxiga yo'qmi sartarafga qilib. Buni ham narxi 4 million 300 ming so'mdan optim narxi. Endi ichida mana bunday qilani ajratamiz. Kichikroqlari sal mundayroq bo'ladi. Optim narxini aytib qo'yapman-da. Aha.
43 dan optim narxi. Plus minusi bor. Obunachilar mana. Telefon qilsak kelishamiz. Ha. Endi qarab turinglar. Buni sartarafga qilamiz, hozir 10 ton taqib qo'yamiz. Ichida bitta ikkita kichikroq bor. O'shani hisobiga tur buni 300 ming so'mdan yetkazib beramiz. Yana bir qator videolarini tashlab beramiz. Keldi-ketdi bo'lib turgani uchun obunachilar to'g'ri tushuninglar. Mana moqozlar sotildi hozir. Andijon qayerga? Xonobodmi? Xonobod. Xonobodga sotildi 20 dona. Shularni berdik hozir. O'zlari kelib aylanib ko'rib olishdi. Hop, ketdik, nari tomonga ketdik. Nari tomondan ko'rsataverik. Bo'ldi. Obunachilar, bu qo'zlarni ham soni 13 tamidi buni? 13 ta yaxshi qo'zlar. Bir-biridan zo'r qo'zlar, hamma yo'q garbonoz, razris hamma yo'q joyida. Soni 13 ta, 13 tasini olamiz degan aka-ukalar, halovga chiqsalaring. Narxini bularning narxi 5 million so'mdan qilib beramiz. 5 million so'mdan. Xayrini qilib beramiz, xotirjam, aloqaga chiqish olsin. Suyagi ham katta bular, azimijon. Katta ekan. 80 plus hammasi. Xudo xolasa zo'r. Endi nariga qo'rg'oga o'tamiz. Buni videolari bor, bir qator tashlab beramiz. Endi remix variantda ketyapmiz hozir. Ketdik, o'tib ketaverdik. Video uzilgi yo'qmi? Yo'q, yo'q. Ha, bo'ldi, mana bu ham bir partiya qo'zi. Buni soni nechta jamshlik? 20 dona. Buni ham soni 20 dona. Juda go'zallaridan, sifatlari juda go'zal, yaxshi. Rosa boqada qarayman, hammasi. Aytganimda videoga qanaqa tushyapti? Bilmadik. Yana bir qator videolarni tashlab beramiz. Mana qo'zlar yaxshi qo'zi. Bir xilda qo'zi. Bo'ladigan bir xildagi qo'zlar. Narx navosi bularda bo'ylari 80 plus, soni 20 ta. Narx navosi 4 million 900 ming so'mdan bor ekan. Dastavkasi qayergacha? Dastavkasi. Dastavkasini vodiy bo'ylab mayli Samarqandgacha qilib beraveramiz, ha? Ko'p olsalar qilib beramiz obunachilar. Bitta ikkita olamiz deyishyapti. Sirdaryo, Samarqand, masalan, Xorazmdan telefon qilishyapti-da. Qoplamaydi aka-ukalar, to'g'ri tushuninglar. Vodiyda gaz tank hozir. Benzinga, propanga qatnayapti-da bolalar. Haqiqatni gapirish kerak, qiyish turib to'g'ri gapirish kerak. Bitta ikkita qilib bera olmayman. Vodiy bo'ylab gapingizga qilib beraman, lekin bitta ikkita, 3 ta bo'ladigan bo'lsa qilib bera olmayman. Toshkentga ham qilib bera olmayman, uzr. Naringga o'tib ketaveramiz. Ket. Ha canım öyle. Bu qo'zlarni ham soni haligi 20 dona. 20 dona bo'y basti. Bularga mana shu 80 mashlar. 85 dan 85 olsa kerak. 80 plusga beraveraylik. Obunachilar maza qilsin. Buni 4 million 800 ming so'mdan beramiz aka-ukalar. Narigindan ko'ra u yaltiroqrog'i, bular sal bo'lsa ham junuborroq variantdagilarida, lekin hisori qo'y. Hisori Edilbay arashillardan bor, hammasidan ko'ramizda. Xudo xolasa buni 4 million 800 ming so'mdan qilib beramiz, ha. Bu buni bunga ham o'tay. Bunga ham o'taydi. Buni ham bir qator ko'rsatay. Arashallari va bular ham yaxshi qo'zlar, mana shu qo'zi ham tuzuk. Yaxshi qo'zi. Soni 13 tami, 12 tami? 12 dona soni. Sariqda olamiz aka-ukalar, telefon qilsa buni ham ishini bitirib beramiz. 4 million 500 ming so'mdan bor aka. Ha? Ketaveradi. Ha. Videolarini tashlab beramiz. Qo'y ko'p, bunday ko'rsatib qo'ying hozir. Bir qator tashlab, narigi tomonni ham ko'rsatdik, nari tomonni ham qo'y, orqa tomonda ham qo'y bor. Obunachilar endi zeriktirib qo'ymagan holatda remix qilib o'zimizning kanalimizga joylayapmiz. Sababi o'zimizga qo'y keldi aka-ukalar degan nimada nima qilyapmiz? Xudo xolasa like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, telefon qilsalaring bir qator videosini tashlaymiz. Bilmaganlar Marbjonning kanaliga o'ziniga kirdik, qo'y kelibdi deyishsin, kelisho'z hozir yana kelyapti. 100 nechtadir qo'y keladi. Ertaga bo'ladi yana u qo'y ham. Buni xudo xolasa 200 taga oshiqroq qo'zlarimiz bor. Sotib yangisini kutib olamiz. Kesalaring, xudo xolasa chiroyli kutib olamiz. Ish bitadi. Rahmat hammalaringga. Endi qo'llab-quvvatlab tursalaring, bizning kanal ham rivojlanib yaxshi bo'lib qolsa, qanaqadir elimizga yordami tegib qolsa yaxshi, ha? Kelaverasizlar.